Bundaqa xotinlarni 1000 tasidan kechiladi. Kerak bo'lsa 2000 tasidan kechiladi. Eri bilan befazilat ayol eri bilan erini ota-onalarni o'rtasini buzadigan ayollar deydi. Bu ayollar ham hozircha ko'payib ketdi. Juda ko'payib ketdi. Qaynota qaynanani xizmatini qilmayman. Mening burchim emas u. Faqat men sizni xizmatingizni qilaman degan ayollar ko'payib ketdi. Ularga ham kimlardir dars beryapti, kimlardir ta'lim beryapti. Bo'lmasa yoshgina joniga u fikr, bu shaytoniy fikr qayerdan keladi? Uni buzayotgan ammalari bor, uni buzayotgan beva xolalari bor. Lalayib o'tirmagin, og'zingni ochib o'tirmagin. Sen o'zingni haqqingni talab qilgin deb qaynota qaynanaga qarshi ishlab qo'zg'aydigan ayollar bor. Qarshi ish qilayotgan ayollar bor. Eriga aytayapti, yo ularni deng, yo